qarang aka. Mana gazxonangizmi, oshxonangizmi? Oshxona. Aka keling aka. Unasi emsin. Kuchugimdek qilib yashamaydi, kuchugimdek qilib yashamaydi aka. Buni qarang, bilat. Nima tashkil ona qilamiz? Sizga xalqaro nima beradi? Kechirsiz, nima shpetgacha qilmadi. Sizlarga og'irlar tartib berib ketdimi? Ro'zg'oringizni to'g'rilayapti. Televizorda ko'rsatyapti tinimsiz prezident. Bizlar ishchi guruh bilan yurdik, shu yerga xonadonimizga kirib aytib ketdik. Hech kim bilmaydi, hamma mahalla qolib ketdi. Xo'p, mana hozir bugun aytdik. Shunisi necha kunga qilasiz? Qilmaydi. So'g' xabar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo'lib turgan o'zini davlat organiman, davlat xodimiman deb fuqarolarning uyine girib, shart-sharoitlarini ko'rib va ularning yashash sharoitini ko'rib, og'irligini ko'rib turib, gap topib va ularni internetga chiqarib, obro'yini shikast yetkazish bilan bog'liqli videoroliklar tarqalib keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Keling do'stlar, videoni to'liqcha ko'rib chiqamiz, keng muhokama qilib, shaxsiy fikrlarimizni kommentariyalarda qoldiramiz. Qarang aka. Mana gazxonangizmi, oshxonangizmi? Oshxona. Aka keling aka. Unasi emsin. Kuchugimdek qilib yashamaydi, kuchugimdek qilib yashamaydi aka. Buni qarang, bilat, oshxona qarang, musirligini aka. Vijdon kerak odamga, saldan vijdon kerak. Uyg'oning aka, qachongacha shuni yashaysiz? Qachongacha shunday musir bo'lib yashaysiz aka? Uyingiz oldidan kirib kelishda ulanxona oxirigacha. Allah sonsizlik o'sha kim aytdi aka? Xotiningiz bormi? Chaqiring battar. Ballarida xotiningiz hammani chaqiring battar. Men o'tlar tozalasangiz nima qiladi? Oshxonangizni qarang. Ayol kishi oshxonasi shunday bo'ladimi? Bu vaqtda esa aka shunday yotgan mo'lam dumuna shipir yotadi-da, tekisda chiroyli qilibdi-da. Mana oshxonangiz bir aptini qarang, oshxonangiz, gazxonangizda o'sha gazxona to'g'rimi? Bunday qilib yashamaydi inson degan. Mana ular qarang, mana ularni. Olayana qozonlar bor, yuvinglar. Ha, yuviladi, nima bor? Hozir oling. Nima baqirmaysiz? Siz qilmagandan keyin nima qilaylik? Qilinadi. Ya, qiling hozir uni. Biz bu kiyganimizga 2 soat bo'libdi. Mobillar qarang ahvol. Men changga bo'lmayman, tozalamayman. Bo'layotgan odam chaqiring. Changga bo'lmasangiz, irizga qildiring. Muomala qiling, bunday baqirmang. Muomala qilib, muomala. Nima qilaylik? Yaxshilab gapiring, nima qilaylik? Xohlaysizmi? Uchastka chaqirib, 2 marta kelib ketdik, 2 marta. Nima qildirolmayman? Qonun qoida mana bilaman. Nima qildirolmayman jarima? Turishingizni qarang, musirga bo'tyapti hamma joyingiz. Hay, musirga botgan bilan managa pul bo'lsa mana uni. Oshxonangizni qarang, qo'lingizga shipirga ola olasizmi? Oshxonangizni qarang, qo'lingizga shipirga. Videoga olmang. Olaman. Shunday yozaman, yozayotgan joyim. Yozavering, mayli, yozavering. Yozavering olgan joyingizga. Manalarni tozalabgina yozing. Tushundingizmi yozsangiz ham? Oshxonangizni bilmay qolasiz. Yozing, mana nima qilaman? Bo'shatib qo'ymang. Mana degan odam o'tib turib. Ana urib qo'larchi. Qachon urib ketdiga. Bolachiga ketsa daraxtlar tagiga mana tozalab yurishni olmaydi. Nima qiladi? Ana o'zini pul olgan mana uni. Ikamiz ham ikamiz. Yo, mayli, nima tozalamaydi? Masalan, qolmaydigan o'zi Yuring. Mana o'chag'onda aytyapti. Nima uchun deydi, chiroyligini sinib kafil bo'lsa ham deyapti, qilib deyapti. Oqlab qo'ymagan deyapti. Tushunyapsizmi? Mana yashash mana. O'chag'onda qarang. Anani qarang, tarilgan, laganlar turibdi, chirib, irib ketgan. Tortanaga ketgan hamma tomon. Mana qarang, yo'q musirda o'zi yo'q. Bu supurindixonami? Men sizlarga aytaman-ku, bir ayol yashaydi, kirasan, tashqaridan qarasang, bir qabriston deb o'ylaysan. Odam tashlab ketgan bir yer deb o'ylaysan. Ana hozir uy yonboshlab olib boraman bu kishini. Qarang. Bu hamsiyaniki, ana ko'chog'i. Ya siz uyingiz tagini, derazangiz tagini ko'rsataman hozir. Bosh sizdan ham. Nima qilgan balla? Yo'q, hozir keyin gaplashamiz. Eshiting. Men aytaman-ku, ayol supuratdagi o'chag'onigami, yonboshiga supurin deyiladi. Qanday odat bu? Shu ayolni ham bir ona tarbiyalagan. Bu ham qizi bor. Kelin oladi ertaga shu ayol. Qarang, supurindi. Qanday supurindi uyda turadi? Bitta xaltachaga solib, anaga chiqarsa bo'ladi. Yoki eri ana burchakdan, ana hovlini turizdan bitta yamakan tur burchak qilib, shunga qilib, keyin suv qo'yib tursa, chirindi bo'ladi. O'g'lim bu biyogimiz. Ana ayang agar yaqqa yig'sa, bitta ikkita qo'shni keladi. Nechta qizingiz, nechta o'g'lingiz bor? Erta shu ro'zg'orga masalan normal odam kelin bermaydi. Ana qayindan ana bugun kanalga qo'yilasiz siz hozir. Mana shu mahalla kanalida o'zingiz ko'rasiz. Yana qo'shningizni ham oldik. Bitta siz emas, ikkita. Kanalga tashlamaymiz biz ham o'sirda. Sen nima uchun yaxshi kelinga yashab?
Nima tashla ona qilamiz, sizga xalqaro video beradi. Kechirasiz, nima shu paytgacha qilmadi? Sizlarga og'irlar chiqarib berib ketdimi? Ro'zg'orning to'g'rilayapti. Televizorda ko'rsatyapti tinimsiz prezident. Bizlar ishchi guruh bilan yurdik, shu yerga xonadonimizga kirib aytib ketdik. Hech kim bilmaydi, hamma mahalla qolib ketdi. Xo'p, mana hozir bugun aytdik. Shunisi necha kunga qilasiz? Tushunmaydi. Bir oy oldin ham bilasiz, 20 ta odam yurib aytuvdik. Ikkiningni ik, tomorqanga qarab, Xurshid bilan poyoda poycham uzilib tushib yurib 20 ta odam bilan. Men hozir ishdaman bo'ldi. Ular yeri borki, o'zi bo'lsa mashhurga. Ular noqonuniy chiqib Qo'shib olgan turibdi. Ha? Qo'shib olgan turibdi. Noqonuniy chiqib kelgan hammasi o'tkirga pul berganlar, to'rsin pulni. Sizni hovlingiz qayergacha? O'sha yergacha nima qilsa, tushib yandan berish hamsalar o'sha yergacha. Yo, sizni hovlingiz nima yoqqa cho'zilib ketgan? Hovli eski bu yoqda bo'lgan. Bu yoq balandlikku. Yandan berish haqini bilaman. Hamma chiqib ketgan ekan. Oling hamma tomon. Noqonuniy qurilma bo'yicha hozir bugun turibdi sanoqlar. Dron ustiga. Agar bu yoqqa hisoblasa bular bir sutdan ketdi uni hovlisi. Qarang, bular mana bu qishda dalasining yonboshlari bo'lgan. Hovlini 3 marta kengaytirganda, chiqib kelavergan dalaga hammasi. Bitta tomchani qurib qo'ygan, to'riga olib borgan, tomcha qurib qo'ygan. O'z kosmosdan ko'tarasiz. Tushundingizmi? Kadastr agentligingiz qadamma-qadam jarimasini ko'rsatadi. Birdan elektrdan uzasizlar buni, keyin jarimani to'lash uchun. Noqonuniy qurilmalarni tozalab, davlat yeriga shunday birdan yerni qo'shib yuborish kerak. Endi sizlarning fikrlaringiz zarur bo'ladi. Shaxsiy fikrlaringizni kommentariyalarda albatta yozib ketinglar. Bu davlat idora tashkilotlari, davlat xodimlari fuqarolarning yashash sharoiti og'ir bo'lganda yordam berish o'rniga borib gap topib, unday bo'ldi, bunday bo'ldi deb, biz sizni ogohlantirdik deb ketib, shunchalik video rolikini, shaxsning daxlsizligini obro'sizlantirib, uyine girib, uni uyinde video rolikdan tarqatish qanchalik to'g'ri? Aslında qonun bo'yicha bu holat mümkün emas tarqatish. Endi agarda ikkinchi tarafni oladigan bo'lsak, aytilishicha bo'yicha hokim aka, hokim boribdi, fuqaroning yashash sharoiti og'ir ekan. Yashash sharoiti og'ir bo'lgan vaqtida obodonlashtirish boshqarmasining xodimlari yoki yana bir xodimlarni olib borib, ularni yordam berib, yashash sharoitini yaxshilasha, uborga etisha yoki shu yerda qurilish etisha, bir hattoki devorlarni sug'am yordam berish imkoniyati bor odamlar edi. Aytib turibdi, bizni uyga keling dedi. Meni uyima bunchalik darajada emas dedi. To'g'ri, rayona turibdi, bog'chani xodimlari turibdi, uyingizni bor ketadi, adashmasam. Obodonlashtirish turibdi, ko'chalaringizni, bog'laringizni bor ketadi. Hech qachon o'zingiz chiqib, sirib supurib yurmaysiz, kechirasizlar. Shuning uchun og'ir sharoitdagilarga borgandan keyin meni shaxsiy fikrim bo'ladigan bo'lsa, ularga yordam berish kerak. O'zining qo'lida 300lab, 400lab obodonlashtirish boshqarmasida xodimlari bo'ladi. Xodimlarni chaqirib turib, keling ibni bunday deb tozalali, ibni bunday o'zgartirali deb. Yana bir hokim bor turibdi, aytilishi bo'yicha, meni itman bunday joyda yashamaydi dedi. To'g'ri, bu yashash sharoiti kelib chiqib mablag'dan bo'ladi. Mablag'i yetmagandan keyin, remont qilib bilmagandan keyin shu sharoitda yashab turibdi. Uni unday ustundan gulib, video rolik chiqarinchaga keling, o'zingizni bir ishchidan odamlarni chaqirib turib, shu yerni bir tozalab, pokizalab, suv urib berib, qozon tovoqlarni uzatib, ko'rinib turibdi, gaz yo'q, gaz balonda pishiradi ovqatlarni. Gaz beringlar undan sirasi. Bu fuqarolarning ham konstitutsiyada belgilangan tartibda huquqlari bor. Sizlar shuni poymon qilib ketib turibsizlar. Beringlar shu narsalarni, bular ham azatib boshqa odamlarga o'xshab yashasin, chunki boshqa odamlarda bular ham soliq to'laydi davlatga. Sho'larni inobatga olish kerak. Shu va shunga o'xshagan video roliklarni ko'p Telegramda qo'yib turaman. Instagramga bir video qo'yadigan bo'lsam, Telegramda o'nlab yaqin ma'lumotlarni qo'yaman. Telegramga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Mehnatlarimizni qo'llash uchun bir dana yurakchani qizartirib qo'yinglar. Keyingi video roliklarda görüşguncha sog' salomat bo'ling.